Nima qilamiz endi buni? Bu senga kerak endi. Nimaga menga? Bugun mashinani soyaga qo'yaman deb trotuarga qo'yib qo'yding-ku. Trotuarni bilib turib yopib qo'yding. Bu ishing bilan qancha odamga zarar yetkazganingni bilasanmi? Bu senga kerak. Nimaga menga? San-ku mashinani oynasidan axlat tashagan. Odam yashab turgan yerini asrash kerak emasmi? Iflos qilish o'rniga. Nimanga qaraysanlar? Senga kerak bu narsa. Sen navbat poylamasdan o'zingcha bu qilgan ishing bu uddaburonlik emas. Shuni bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Bu boshqalarning haqqini yeyish. Menga kerak emas. Menga ham kerak emas.